aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchash, shazuliyatlar, sizga rahmat. Charchash. Akam ichkarida hozir oyoq kiyimini kiyadi, hozir chiqadi aka. Ha, o'rtoq yaxshimisan? Sog'ligi yaxshimi? Charchamayapsan, ishlari yaxshimi? Uydagilar to'q ha bo'lmayu. Dushman kuldirib, o'rtoq achitib gapiradi-da. Ukangni ko'rdim o'tgan safar qizlar bilan sigaret. Qanaqa u? Qarab qo'ysang bo'lmaydimi bundoq o'rkanga-yu? Birinchi o'zingga Volkswagen do'st deysan, avval birinchi o'rinda. Mayli senga o'rtoqlik qilaman. Ukangni qaragan, hozir ham sigaret chaqib turdi. Ko'chada qizlar bilan yuribdi, kayf qilib yuribdi. Kalyanda yurib, bir qarasang maza qilib ichib yuradi. Sen nima deyapsan? O'zi o'ylab gapirgin. O'lma deyapsan, mujik, biz tashiyman hozir keltirib bera olasanmi? Erkakmisan o'zi? Telefon qilgin, hozir sirraz keltirib beraman. Yoraman. Telefon qil. Alo, qayerdasan? Bu aka. Tez yetib kel uyga. Bo'ldi, hozir boraman aka. Bo'ldi, qol. Tinchlikmi ekan, ha? Ha, keldi. Yaxshimisan? Nima qilursan sen, siqir? Eshityapman bolalardan, cho'ta oxirgi paytda sigaret, qizlar, boshdan nas bosib yursanmi, marras? Aka, o'z ukangizga ishonmayapsiz, radno ukangizga? Menga qaragan. Bo'pti, aka-uka ekamiz. Men nima buni? Qanaqa javob berasan bunga? Aka, bilishga bilib qolibsiz, to'g'risini aytaman. Shu gunohlarim ko'payib ketmasin uchun qo'limga yoqib turaman. Tushunarli. Bunga nima deb javob berasan? Tvar? Aka, bunisiga javob bera olmayman, lekin. Ketdim.